Qalqonsimon bez funksiyasini oshib ketishi yurakka qanaqa ta'sir ko'rsatadi? Qalqonsimon bez funksiyasini oshib ketishi bu gipotireoz deb ataladi. Bu Bazedov kasalligida uchrashi mumkin. Ya'ni o'zbek yoki rus adabiyotlarida biz gipotireoz holatini Bazedov kasalligi deb o'rganganmiz. Ingliz tili adabiyotlarida esa bu kasallik Graves kasalligi deb ataladi. Bu avtoimmun kasallik hisoblanadi. Ya'niki avtoimmun kasallikda o'sha qalqonsimon bez retseptorlariga immun hujayralarimizni ta'siri tufayli bu bezni funksiyasi oshib ketib, u o'sha o'zi ishlab chiqaradigan gormonlar, ya'ni tireottiranin hamda tetroyottiranini, ya'ni tiraksinni ishlab chiqarishni oshirib yuboradi. Xo'p, T3 ya'ni tireottiranin hamda T4 tetroyotiranin yurakka qanaqa ta'sir ko'rsatadi? Aynan shu gormonlarni hisobiga yurakda beta 1 retseptorlarni hosil bo'lishi ham oshadi, ham mavjud bo'lgan beta 1 retseptorlarni faolligi kuchayib ketadi, ya'ni ular giperfunksiyaga uchraydi. Endi bilamizki, beta 1 retseptorlar bular noradrenalin hamda adrenalin ta'sirida qo'zg'alib, yurak urishini oshiradigan retseptorlar edi. Endi aynan shu T3 hamda T4 ta'sirida beta 1 retseptorlar hosil bo'lishi ham oshyapti. Ularda mavjud retseptorlar ham o'zi bor bo'lgan eskidan mavjud retseptorlar funksiyasi ham oshib ketyapti. Bu nimaga olib keladi? Bilamizki, mana noradrenalin bilan adrenalin bu retseptorlar qo'zg'atadi deyapmiz. Normada, misol uchun, o'sha simpatik nerv sistemasining postganglionik tolasidan ishlab chiqarilayotgan noradrenalin yo bo'lmasam buyrak usti bezining mag'iz qismidan ishlab chiqarilayotgan adrenalin normada misol uchun yurakda 100 ta retseptor bo'lsa, ya'ni 100 ta beta 1 retseptor bo'lsa, shunchani qo'zg'atyapti turadi. Endi qalqonsimon bez funksiyasini oshib ketib, T3 T4 hisobiga beta 1 retseptorlari miqdori oshib ketdi. Endi ular 100 ta emas, balki 500 ta retseptorni qo'zg'atishga majbur bo'lib qoladi. Endi buni hisobiga esa normada yurak urishi o'sha 80 ta bo'layotgan bo'lsa, endi uni urishi oshib ketishi mumkin, ya'ni taxikardiya kuzatilishi mumkin. Bu qanday amalga oshadi? Ya'ni buni mexanizmi qanaqa? T3 T4 beta 1 retseptorlar faoliyatini oshirdi hamda ularni miqdorini ham ko'paytirib berdi. Buni hisobiga mana noradrenalin, adrenalin ularga kelib ta'sir ko'rsatdi. Bilamizki, beta 1 retseptorlar bular JS proteinli retseptorlar oilasiga kiradi. Qachonki beta 1 retseptorlar noradrenalin hamda adrenalin hisobiga qo'zg'alganda ular hujayradagi adenosiklaza fermentini faollashtiradi. Adenosiklaza fermentini faollashini hisobiga bu ferment ATFdan siklik amif miqdorini hosil bo'lishini kuchaytirib beradi. Siklik amif nima qiladi? Siklik amif esa hujayradagi boshqa bir ferment protein kinaza A degan fermentni faolligini oshiradi. Protein kinaza A bo'lsa, yurak muskullarida mavjud bo'lgan sarkoplazmatik retikulumda yuzasidagi fosfolamban degan oqsilni bloklaydi. Fosfolamban o'zi nima qilib beradi? Fosfolamban bu normada sarkoplazmatik retikulumdagi kalsiy atifaza kanallarini bloklab turuvchi oqsil hisoblanadi. Endi protein kinaza faollashgandan keyin protein kinaza fosfolambanni o'zini bloklab qo'ydi. Fosfolamban bloklanishi esa sarkoplazmatik retikulum yuzasidagi kalsiy atifazalarni bloklanmasligiga olib keladi. Chunki ularni bloklovchi oqsilda o'zi bloklanib qoldi. Kalsiy atifaza nima ish qiladi? Kalsiy atifaza bu sarkoplazmatik retikulum yuzasida mavjud bo'lgan aktiv transportni ta'minlab beradigan, ya'ni birlamchi aktiv transportni ta'minlab beradigan kanal hisoblanadi. Ya'ni aynan shu kanal ishlaganda sarkoplazmatik retikulumning ichiga sitozoldan kalsiylar yig'iladi. Demak, beta 1 JS proteinli retseptorlar qo'zg'alganda kalsiy atifazani ishi ochilyapti-da, sitozoldagi kalsiylar retikulumning ichiga to'planib olyapti. Lekin shu paytda hujayramizda harakat potensiali hosil bo'lganda, uning yuzasidagi voltaj darvozali kalsiy kanallari orqali kirgan kalsiylar sarkoplazmatik retikulum yuzasidagi boshqa bir oqsil, renadin oqsillarini qo'zg'atib yuboradi. Renadin oqsillarining vazifasi nima? Renadin oqsillari bular sarkoplazmatik retikulumda xuddi kalsiy atifazaga o'xshab mavjud bo'lgan kanallar hisoblanadi va ular ishlaganda retikulum ichidagi kalsiylar tashqariga chiqib ketadi. Demak, kalsiy atifazani hisobiga retikulum ichiga kirgan kalsiylar baribir ham voltaj darvozali kalsiy kanallari orqali kirgan kalsiyni hisobiga qo'zg'algan renadin retseptorlarning hisobiga retikulum ichidan yana sitozolga qaytib chiqadi. Va buning hisobiga esa sitozolda kalsiyning miqdori oshib ketyapti. Sitozolga chiqqan kalsiy nima qiladi? Sitozolga chiqqan kalsiyimiz yurak muskullaridagi aktin miyozin kompleksini ishlashini ta'minlab beradi. Ya'ni ular troponinda C qismiga keladi. Kalsiy troponinda C qismiga kelishini hisobiga tropomiozinda konformatsion o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni ular aktinda og'zini yopib turadi. Aktinda og'zini yopishdan ular chetga chiqib qoladi. Buni hisobiga aktinda og'zi ochiladi. Aktin bilan miyozin kompleksi yuzaga kelib yurak muskulida qisqarish amalga oshadi. Demak,
qalqonsimon bez gormonlarni hisobiga yurak urishi nima bo'lyapti? Oshyapti, ya'ni taxikardiya yuzaga kelyapti. Bundan tashqari, ya'ni qalqonsimon bez gormonlar hisobiga faqatgina o'sha aktin miyozin kompleksini yuzaga kelishi, ya'ni yurak urishi, qisqarishi faqat shu tomonlama amalga oshmaydi, balki ular sinatral tugundan impulslarni hosil bo'lishini, ya'ni harakat potensiali hosil bo'lishini ham kuchaytirib beradi. Va shu orqali insonda Bazedov kasalligida yoki bo'lmasam Gravers kasalligida taxikardiya kuzatiladi. Qachonki qalqonsimon bez gormonlari ko'p ishlab chiqarilganda.